Bu videoda biza kim ko'chada chiroyliroq rasmga olsa yutadi challenge olamiz. Va bu videoda Sardor, Maqsud va men qatnashaman. Va Maqsud kamerada rasmga oladi. Sardor esa o'zining qo'lidagi oddiy telefonida. Va men bo'lsa Xiaomi 14 Ultra da rasmga olaman. Hamma tayyormi? Nima bo'lmasa challenge boshlandi. Keting. Go. Mayli, bolalar u yoqqa ketishdi va men sizlarga nimaga aynan Xiaomi ni tanlaganimni aytib beraman. Chunki bu 25-apreldan sotuvga chiqqan Xiaomi ning eng oxirgi va eng zamonaviy telefonlardan biri. O'rtoqlar, ushbu telefon 673 displeyga ega. Yangilanish tezligi esa 120 Hz va bu telefonda eng kuchli prosessorlardan biri Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 qo'yilgan. Va bu telefonni menga eng yoqqan taraflaridan biri istalgan o'yinni umuman qotishasiz ko'taradi. Va Xiaomi 14 Ultra fokus uzunligining keng diapazoniga ega. Ya'ni 12 mm dan 120 mm gacha bo'lgan professional 4 kamerali tizim bilan jihozlangan. Professional videoga olish tajribasini ta'minlash uchun yangi kino rejimi va 180 gradus tortish qoidasi kabi kinematik texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Va o'rtoqlar, bu funksiya natijasida hamma videolar xuddi kinoshning kadridek bo'ladi. Qisqasi o'rtoqlar, bu qo'limda turgan Xiaomi 14 Ultra men ko'rgan eng yaxshi Xiaomi'lardan biri. Shuning uchun ham buni olishingizni tavsiya qilaman. Mayli, bo'lmasa endi ko'ramiz bolalar qanaqa rasmga oldi. Endi men ham rasmga olishga kirishaman. Va mana kimning rasmi yaxshi chiqqanligini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. 1 2 3. Albatta kommentariyga yozib qoldiring.